Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan men Toshkent viloyati Beg'ot tumanidan Sharifjonman. Do'stlar, bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan bu yangida bo'lmaydi endi. Ancha bo'ldi kirib kelganiga avatar. Bugungi holati mana do'stlar. Avatarlarimiz ancha rang olib qoldi. Mana do'stlar. O'ta ser hosil. Buni o'tgan yili payvand qilingandi. O'tgan yili payvand qilingan mana. Bu yil mana shuncha hosil. Mana do'stlar. Shuncha hosil mana. Hozirdan donlari uzun, yirik. Mana do'stlar. Uzunligini taxminan 4 sm hozirda o'zida. Hali pishguncha yana ancha uzayib kattaradi bu uzunlar. Boshlari 1 kilo 200 bemalol chiqadi mana do'stlar. Ana shunaqangi gaplar do'stlar. O'ta ser hosil, lekin hosildorlik juda yuqori. Hozir mana shu tupda bir tup o'zi 3 ta shoxlagandi. Payvand qilingandan 3 ta shoxlagan. Hozir kamida 50 bosh bor bu yerda. Kamida 50 bosh. O'rtacha 600 grammdan hisoblaganingizda ham 700 grammdan anchagina bosh bo'ladi, anchagina kilo bo'ladi. Kamida. Mana do'stlar, mana shunday holat. Avatarlar holati. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.